Bor yo'g'i 7 tagina jo'jani o'g'irlab turib, 10 yildan ortiq vaqtga qamalib ketdi. Qani O'zbekistonda haqiqat? Bugun O'zbek segmentida eng ko'p muhokamalarga sabab bo'lgan mavzulardan biri Andijonda 7 dona jo'jani o'g'irlagan inson 10 yildan ortiq vaqtga qamalgani haqidagi xabarlar bo'ldi. Xo'sh, nima sababdan bu xabar shunchalik ommalashdi? Boisi O'zbek mediasi ushbu xabarda qamalgan insonni go'yoki jabrlanuvchi, bor yo'g'i 7 tagina jo'jani o'g'irlab turib 10 yildan ortiq vaqtga qamalib ketdi. Qani O'zbekistonda haqiqat degan ma'noda yoritdi. O'zbekistonda bilamiz, xalqimizda sud tizimiga nisbatan qandaydir ishonchsizlik mavjudki, O'zbekistonda adolat yo'q. Mana bor yo'g'i 7 tagina jo'ja o'g'irlagan inson shuncha vaqtga qamaldi. Qani adolat degan mazmunda kommentlar qoldirishdi. Aslida esa holat biz xabarlarning sarlavhasida ko'rganchalik emas ekan. Sababi bu yerda jinoyatni sodir etgan fuqaro bundan oldin ham bir necha marotaba sudlangan va ayni mana shu jinoyat sodir etayotgan vaqtda uning qilayotgan jinoyatini ko'rib qolgan qo'shnisining voyaga yetmagan farzandini bo'g'ib, urib, do'pposlab, keyin jo'jalarni o'g'irlab qochib ketgan. Bu vaziyatda nima demoqchiman? O'zbek mediasidagi har qanday xabarga ham to'g'ridan to'g'ri ishonib qolmaslik kerak. Ular ko'proq obunachilarni, ko'proq layklarni, ko'proq izohlarni to'plash uchun biz o'qiyotgan xabarlar aynan sarlavha qismiga mana shunday bizning qahrimizni keltiradigan, hissiyotlarimiz bilan o'ynashadigan sarlavhalardan foydalanmoqda. Iltimos aziz yurtdoshlar, biron bir xabarga to'g'ridan to'g'ri ishonib qolishdan avval to'liq holat bilan batafsil tanishib chiqing.